Bu multfilm men ko'rgan eng qiziqarli multfilmlardan biri. Tanishing, bu kelishgan yigit Ganzel. U o'zi yashaydigan shaharning eng buyuk sehrgari, ya'ni ko'zboylog'ichi. U shaharning oddiy aholisiga bir tiyinga qimmat bo'lgan tumorlarni sehrli deb aldab sotib pul ishlaydi. Bir kuni Ganzelning oldiga bir ayol kelib, yetim ekanini va singlisi og'ir kasal ekanini tushuntirib, undan qarzga tumor olmoqchi bo'ladi. Yetimman. Singlim og'ir kasal bo'lib qoldi. Shifokorga pulim yo'q. Shuning uchun yagona umidim tumoringizdan. Ganzel bu holatdan ta'sirlanib ayolga tumor o'rniga oltin tangalar beradi va singlisini shifokorga ko'rsatishini maslahat beradi. Shu payt multfilm bizga navbatdagi qahramonni tanishtiradi. Tanishing, bu Grender, Ganzelning singlisi. U firibgarlarni qo'lga oluvchi agentlikda ishlaydi. U o'z akasini qo'lga olishga buyruq olgan edi. Yaxshi qol, singiljon. Ha, voy. Ganzel qo'lga tushadi. Grender esa uni agentlikka olib boradi. Ganzel singlisi shunday katta agentlikda ishlayotganini ko'rib hayron qoladi. Agentlik rahbari esa Ganzelni hibsga olish uchun emas, balki juda ham murakkab bo'lgan topshiriqni yuklash uchun olib keltirgan edi. Multfilm to'lig'i juda ham qiziqarli, sarguzashtbop va grafikasi ham juda ham chiroyli. Multfilmni to'lig'ini o'zbek tilida mana bu yerda chiqib turgan Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Albatta, o'tib obuna bo'lib ko'rishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Bundan ham qiziqarli kino va multfilmlar profilimda.